Demak, o'rtoqlar, men sochimni o'zgartirishni boshlamoqchiman. Nargiz opamning saloniga keldim. Nargiz opam kursda olmasa ekanman vaqtida. Ha, bo'ldi. Ana, Nargiz opam, bosh kiyimingiz chiroyli bo'lib ketibdi, sariqchi, jo'jacha bo'lib. Ana endi bugun xushvaqtchilikka kelaman, to'yilka. Orqamdan Mastonaxon o'tolmay turibdi, 5 battar bo'lsin. Ko'rsatib yuborsammikan Mastonani, qani. Eng zo'r oldimda sizlar. Lekin bugun meni nima deydi, sochlarim ustida Nargiz opam emas. Bugun Gullola xonim ishlaydi. Gullolani ko'rsatay desam, hech kelmayapti. Ko'rsatmang deyapti, baribir oxirida ko'rsataman. Qiziqib turinglar hozir. Sochim qanday bo'lar ekan? Sochimni qilgan qiz qanday ekan? Qiziqinglar. Ko'rdinglarmi? Endi nima deysizlar endi? Mening sochim bo'yab bersa bular, kesib bersa, kamiga ovqatlantirsa, bu nima deyish mumkin? Buni men baxtli insonligimdan-da bu. Ko'rdinglarmi? Qanaqa qaynonam o'zi yaxshi ko'radilar buni. Ko'rdinglarmi? Yo'q, hali ko'rmaysizlar. Yetganda o'zi olaman. Siz formularingizni men bilmayman. Bilasan. Bir gapirmi? Ana, qoyil qolyapman men. Meni sochim bo'yash uchun matematik amallardan foydalangan holda bo'yar ekan. Men shunchalik shunaqa zo'r odam bo'lib ketganmanmi? Nargiz opa, rostdan. Nima bu meni boshim bitta sochim uchun shuncha matematika? O'zi shunaqa matematikada o'tadigan onlayn darsim bor-ku. O'shani o'qiyam, ranglarni. Ishoninglar, men hayratdaman. Meni sochimda matematik usulda ranglarni chiqaryapti. Ko'ringlar, kutinglar. Batiga gapiring. Mashetga gapirsangiz bo'ldi. Mashetiga gapirsangiz bo'ldi. Maston o'tib olasizmi? O'ting. Kelyapmasdan. Suv yoqatdi. Xo'sh, nima endi qanaqa rang qilamiz? Sizning ishingiz bor. To'g'ri. Meni kallamda turibdi shekilli bu soch. Xush kelibsiz. Avvalo salonimizga sizni salonda ko'rganimdan juda ham xursandman. Anchadan beri ko'rishganmiz. Men o'zim ham xursandman. Qarang, men bu sochni bo'yab bergan, avgustda bo'yagan ekanman. Hozir noyabr. Xudo xolasa, hozir bu sochni go'zalligiga guvoh bo'lasizlar. Pepel qilaveraylik. Yo'q, cho'mni qildiraman. Yo'q, cho'mni? Cho'mni qilamiz. Men unda ochartirganmiz, cho'tga qilib. Qanaqa cho'mni? Bilmasam, lekin qanaqa cho'mniligini, lekin cho'mni qilib ko'raylik deyapman. Pepelni qilgim kelmayapti. Endi nima qilamiz? Ochil dasturxoningni och. Qarang. 7-10, 6-10. Men achkisizja 6-10larni uzoqdan ko'raman. Yo'q, siz rangiga qarang, Mana bunaqa cho'mni. Sraz nima beryapti-ku? Achkimni beryapti-ku. Bilmasam, menga qaysi biri yarashadi, bilmasam endi ko'ringlar-da tashqarida. O'zimiz bilamiz-da, o'shaning uchun keng. O'shaning uchun pepelni qilmaymiz. Bir marta qilib. Короче, sizga nima yarashini o'zim bilaman, o'zim qilaman. Ocharishi o'tgan safar to'qroq qiluvdingiz, yoquvdi. Bo'ldi, o'shani to'qroq qilaman. Bo'ldi. Mana u qanaqa rang hozir ko'rsating. Mana umi? Mana shuni mana qarang. Mo svetli joylari shunaqa bo'ladi. Bunda qaroq, cho'mliroq, bundaqa. Taglari. Tayyormisizlar? Tayyor bo'lsanglar ham ko'rasizlar, bo'lmasanglar. Mana sochim o'zingizda. Nargiz opa, sochim qanday? Go'zal. Zo'r, menga yoqdi. Gullola ham qo'lingiz dard ko'rmasin. Juda ham ajoyib ranglariga netchi. Mana ko'ringlarchi ranglari. Kesilishi juda ham yoqdi menga. Endi kelaverasizlar. Gullola xondan. Baba ko'rsatdim. Ajoyib somsalar. Lekin somsamizni boshqa kishi qilib kelgan. Men bu yoqqa o'tiramanda bir tishlam mazza qilib. Qaytib kelaman dedirami? O'zi Bismillahirrohmanirrohim. Bir klientlar pishirib kelgan. Ertaroq.
Juda ham ajoyib va mazali. Rahmat. Hammaga rahmat. Gullola qayda?